Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, hurmatli muhtarama munis, tavarruk onaxonlarimiz, hurmatli hoji otalar, hoji onalar, aka-ukalar, opa-singillar, jajju-ukajonlar va ayniqsa bizni hozir televizor ekranlari orqali milliy kanalda tomosha qilayotgan aziz muxlislar. Efirda kulish shart ko'rsatuvi. Ben sizlarga bir narsani o'qib bermoqchiman. O'zi qog'oz ko'tarib chiqishni yoqtirmayman-ku. Dunyoni qizuvligini qaranglar. Juda g'alati narsa o'qib men hayron qoldim. Hayot. Faqat diqqat bilan eshitsanglar, kulasizlar. Agar diqqat bilan eshitmasanglar, kulgili bo'lmaydi. To'ydan oldingi suhbat. Yigit bilan qizi suhbati qarang. Juda oddiy gap. Yigit: ko'zlarimga ishonmayman. Axir men bu kunni bir umr orzu qilganman. Va nihoyat Xudoga shukr. Qiz: bo'ldi, men ketaman. Yigit: yo'q. Xayolingga ham keltirma. Qiz: meni sevasizmi? Yigit: albatta. Nima, o'zing sezmayapsanmi? Qiz: to'g'risini ayting, hech menga xiyonat qilganmisiz? Yigit: esing joyidami? Qanday qilib bunday fikrga bording? Qiz: meni erkalab boshingizni ko'tarib yurasizmi? Yigit: ha, umrimni oxirigacha. Qiz: meni haqorat qilasizmi, urasizmi? Yigit: hech qachon. Qiz: sizga ishonsam bo'ladimi? Kulgili joyi yo'q-a? Endi xuddi shu yozilgan narsani teskarisiga o'qiymiz. To'ydan keyin. Qiz: sizga ishonsam bo'ladimi? Yigit: hech qachon. Qiz: meni haqorat qilasizmi, urasizmi? Yigit: ha, umrimni oxirigacha. Qiz: meni erkalab boshingizni ko'tarib yurasizmi? Yigit: esing joyidami? Qanday qilib bu fikrga bording? Qiz: to'g'risini ayting, hech menga xiyonat qilganmisiz? Yigit: albatta. Nima, o'zing sezmaganmisan? Qiz: meni sevasizmi? Yigit: yo'q. Xayolingga ham keltirma. Qiz: bo'ldi, men ketaman. Yigit: ko'zlarimga ishonmayman. Axir men bu kunni bir umr orzu qilganman va nihoyat Xudoga shukr. Hozir esa men sahnaga hammamiz uchun ma'qul kelgan o'z san'atini ustasi, mohir san'atkor. U yigit ko'pincha maqtanadi, lekin shu maqtanishdagida haqiqat bor. Ozodbek Nazarbekovni qo'shiqlarini, video klipini 95%ni shu yigit suratga olgan. O'zi tagi andijonlik, ajoyib san'atkor, ajoyib rejissyor, aktyor, pantomima ustasi, so'z ustasi G'ayrat Ahmedov. Qarsakiylar, G'ayratjon Ahmedov, marhamat. Rahmat. Eshitilyaptimi? Ha, Xudoga shukr, Xudoga shukr. Ustoz duo qiling, ishlab ketsin, ilohim. Alloh ishlaydi. Mikrofonimiz bor. Ustoz rahmat, ustoz. Ha, duoda ish ko'p-da, ustoz, ha? Biz o'zbeklar duoxon xalqimiz, to'g'rimi? Duoni yaxshi ko'ramiz-da biz. To'ylarga borsak ham katta odamlar yoshlarga qarab, "Amin qil hamlang" deydi. Amin qil. Shu yoshlar qo'chqordek o'g'il ko'rsin. Allohu akbar deydi. Hamma duo qiladi. Allohu akbar. Qo'chqordek o'g'il eshitganmisizlar shu duoni? Menga yoqmaydi qo'chqordek o'g'il. Yaxshimi o'g'linglar qo'chqorga o'xshasa? Do'ng peshana, dumbaskat. U ham mayli, bo'ydoqlikda qizlarni ko'rsa lag'ona ko'chadi, jinniga. Duo yaxshi-da, duo yaxshi. Bir kuyov bola uylangandan keyin qorin oldiga bordi. Qorata, duo qiling farzandli bo'ling. Yaqinda uylangandim. Amin bolam. Farzandli bo'lgin, o'zingdan ko'paygin. Allohu akbar. Yana bir yil o'tib yana duo so'rab ketdi. Qor aka, duo qiling farzandli bo'ling. Amin bolam, farzandli bo'lgin, o'zingdan ko'paygin. Allohu akbar. Yana bir yil o'tib yana duo so'rab ketdi. Qor aka, duo qiling farzandli bo'ling. Amin bolam, farzandli bo'lgin, o'zingdan. Alloh.
har yili duo so'rab boraveradi. Qori yildan yilga qariyapti. Qori aka 1 yil o'tib yana duo so'rab. Qori aka duo qilingiz. Amin. Bolam amin. Voy jon bolam, men duo qilaveraman, o'zing ham harakat qilasanmi yo'qmi? Duoda ko'p, duolar yaxshi-da. Qarang, shu duolar bilan, harakatlar bilan farzandli, hammamizga farzand, kimda yolg'iz o'g'il, kimda bor? Yolg'iz o'g'il. Voy! Erkami? Erka bo'ladi, yolg'iz o'g'illar bittada, boshqa nimasi yo'q. Biladi, erkatoy yig'lov, ezilaveradi, yig'laveradi. Ertalabdan kechgacha shunda ahvol, nima aytganini qilishadi. Voy bolam, nimcha yig'layapsan? Hali maktabga borganing yo'q, Captivalarga javob berdim. Nimaga yig'layapsan, jon bolam? Nimaga yig'layapsan? Hamma o'rtoqlarim, ukalarim bor. Nega meni ukalarim yo'q? Desa dadasi jahli chiqib, u o'rtoqlaringiz kechqurun uxlaydi-da bolam. Shuning uchun o'rtoqlaringiz kechqurun uxlaydi. Shuning uchun ukalari bor. Siz uxlamaysiz, go'layib yotaverasiz. Ko'zingizga qo'limni tiqib olaman hozir. Oyisi uxlating, bolani uxlating desa, uxlamaydi, o'zingizga o'xshaydi. Ertaga aytib bering, ertaga. Ke bolam, ertaga aytib beraman. Bolajonim, aylanib ketdi. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonda bolajonim bir podshoh bo'lgan ekan. Podshohning 5 ta xotini bo'lgan ekan desa, haligi erka bola yana menga ham 5 ta xotin olib berasan. Voy, bitta bilan zo'rg'a yurishibdi odamlar. 5 taga uylab qo'yib, jon bolam, men sizni qayerdan topaman desa, qarang, onaga bo'lgan javobni qarang, o'g'lini javobini. Qo'rqmang onajon, qo'rqmang onajon. Men 5 ta xotin olsam ham ularni oldiga kirmayman, sizni oldingizda kirib yotaman debdi. Qarang javobini, yig'labdi onasi. Voy, meni mehribon bolam deb. Voy, meni mehribon bolam deb. Voy bolam, ular ham umid bilan yerga tegadi-yu. Ularning oldiga kim kiradi desa, ularning oldiga dadam kiradi. Desa, dadasi eshitib turgan ekan bu yerda. Voy, meni mehribon bolam dedi. Farzandlarimiz mehribon bo'lsin. Duolarda ish ko'p, duo qilishadi. Kelin poshshalar ketayotgan paytda amin. Borgan joyda toshdek qotsin deydi. Shunaqa deysizlarmi? Borgan joyda toshdek qotsin deydi. Ana duolar ta'sir bo'lib, kelinlar tosh qotib turibdi, qaynalar qilyapti ishni. Duo yaxshi narsa, duo yaxshi. Duo qiling. Duolarda yaxshi-da. Mana bir kampir xola o'tiribdi, mana shunaqa qilib, yuraklari kuyib, suv ichkisi kelyapti, chanqab ketib, bu yerda haligi meduchilishida o'qigan, meditsina talabasi qizlar kelyapti. Chiqur kelsa, "Hay jon bolalarim, yuragim kuyib ketyapti. Bir kosada suv olib beringlar" desa, "Mana xo'p, xolajon" debdi. Muzdek kosada suv olib, endi kampir xola voy yuragim yashnadi ya bolalarim, Allohu amin. Suvda serob bo'linglar bolalarim. Allohu akbar deb duo qilay. Duolar ijobat bo'lib ketsa, voy suvda o'rnida qizlar, meduchilishni qizlar oqib turib, tepalardan yomg'ir payti pap. Suvlarda, ariqlarda ham suvlarda oqayotgan qizlar oqayotgan bo'lsa, unitaz tortsa o, katta, hali daryoda suvda qizlar oqib kelyapti. Qarang, paras qilib, ajoyib. Va Halimadan ham yo'g'on qizmosh to'lqin bo'lib kelyapti, mana shunaqasidan. Ko'prikda tagiga kelib qisilib qoldi. Bliq dedi.
Bari bo'ydoq bolalarga bo'lib bergan. Ura! Qizlar tiqilib qopti, ura! Qalmoqlarni ko'tarib hammasi balo qizlarni ovlagani ketyapsa. Kichkina ukasi ayamga aytaman, qizlarni ovlagani ketyapsan desa, jon uka aytma. Nima desang qilib beraman. Nima qilsam aytmaysan. Menga ham kichkinasidan o'sha bersang aytmayman dermish. Ay ilohim, sog' bo'laylik, salomat bo'laylik. Duolarda ish ko'p-da. Duolarda ish ko'p. Qarang, bir narsa aytib beraman. Tailandga bordik ustoz. Tailandmi? Tayvan. Xursand bo'lganimiz sababi, bunday qarasam o'zbekcha to'y bo'layapti-da Tayvanda. Hamma xursand, qistirlar, bir ro'cha san'atkorlar kelib qo'shiq aytyapti. Xuddi o'zimizga to'yga o'xshaydi, faqat ularning millatida. Qistirlar, yana boshqa ashulachi keldi. U ham qo'shiq aytyapti. Hammasi xursand, o'yinlarga qistirlar. Rahmat dedim. Xuddi biz o'zbeklarga o'xshagan to'y qilasizlar ekan. To'yinglar o'zbeklarning bilgan bir xil ekan desam, nima deydi deng? To'y emas bu, o'lim deydi. Ularning e'tiqodi shunaqa ekan-da, urf odati shunaqa ekan. Yaxshi ham xursand bo'lganim aytaymi? Yaxshi ham biz islom dinidamiz. E'tiqodimiz unaqa emas. Faraz qildimda xursand bo'ldim, faraz qildim. Yaxshi ham biz uni e'tiqodda emasmiz. Qarang, biz ham o'sha e'tiqod bo'lsa-da, tavba qildim, astag'firullah, odam o'lib tursa-yu, san'atkorlar kelib tursa. Yo'llar muborak. Ko'mgonni keldik. Yalla keladimi birrov kelib. Ketibdi, insul bilan ketibdi. Gulsanam Mamazayeva, "Ah kapanim bordi deng, ajab. Mana kiyib yotibsana, ajab. Birrovga bojalar keladi. Yorronni janozalari bo'lsinmi, bori. Moddiy tobutlarda yotishlaringdan o'rgiylik. Ma'luda Asal Hajayeva desa, of. O'lib qopti meni akam. Of. Paymonasi to'lib qopti, shuning uchun o'lib qopti. Birrovga Jasur Umirov keladi. O'liklarni to'ylarida qo'shiq aytib yuribman. Qistirmasdan o'li olib ustimdan kulding-a. Aziza Niyozmetova. Qabristondan joy beraman, kelsangiz. Chuqur qilib ko'mib qo'yaman, o'lsangiz. Keyin Xurshid Rasulov keladi. Nima bo'lgan taqdirda ham uyga tirik qaytmasin, o'lik. Otabek Muhammad Zohid yugurib tobut ustiga bir chiqadi. Mayli telba denglar, mayli devona. Tavba qildim. Baba Murod Hamdamov uzoqda bir mayit yotar, bu kim ekan? Merosxo'rlar qator turar, bu kim ekan? Ko'zim qirin tashlagandim tobutiga, o'lmaganday kulib yotar, bu kim ekan? Kim ekan? Xursand ko'rdinglarmi? Xursandchiligimiz yaxshi dinda, o'sha islom dinidamiz. Yaxshi ham. Ularning e'tiqodi bizda yo'q. E'tiqodi yaxshi ham. Shundan xursand bo'ldim o'zbekligimizdan, islom dinida ekanligimizdan. Unaqa bemaza jinnicha urf odatlarimiz yo'qligidan rosa xursand bo'ldim. Lekin bir kelyapti, to'g'rimi? Oldin sovchilar yurardi. Hozir bilasizlarmi, kelin poshshalar gul otyapti. Anaqa gulni bir otib yorsa, bari ersiragan qizlar gulni quvlab yurib qo'yadi. Go'yoki guldasi erga tegib ketar ekan, maza ekan. To'g'rimi? Yana voy moda bo'lib kelib, mayli valsga tushyapti kelin bilan kuyov, ko'zimiz o'rgandi. Yana qayerdandir moda kelib, astag'firullah, baletga tushyapti. Alisher Navoiy teatrida balet o'rganishdi. Kelin bilan kuyov 6 oy balet o'rganib, mayli kelin o'zini oq kiyimida, kuyov bola qora kostyum shunda kiysa bo'ladimi? Shunda tushsa yo'q, balet kiyimida chiqishdi. Bunday yubka bing tekka turibdi qiz. Kelin poshshaniki mana shunday turibdi bunday. Aylanyapti bunday. Bu yoqda voy tavba qildim, ish qilib kelin salom qivarmasa bo'ldi dedi.
Oyog'ini uchdi. Kuyov bolani ahvolini ko'rsiz, mashinaga chiqyapti o'zida. Ukasini kalgotkasini kiyib olgan. Sal o'zbekligimizni ham bilaylik, ha? Tavba qildim. Allohdan so'rasang hamma narsani beradi. Bitta shunda o'tirib, "O Xudo! Zavod ber, fabrika ber, Xudojon. Xudo zavod, fabrika ber" desa yoniga bittasi o'tiryapti. Yarimta arab bersam bo'ldi. Boshqa ishtiroq kerak emas. Ikkita nozik mehmon qarab turibdi edi. Shularni oldida sharmanda qilmagan Xudojon desa, men zavod, fabrika so'rayapman. Xalaqit beryapsan, Xudoga chalg'ityapsan. Xudo chalg'iydigan zot emas. Mashina oldida ham pas ketmay 1 litr qilib qo'y. Haligi ham stavkani, "Voy, neft kon ber, oltin kon ber" desa, 1 litr aroq ber, Xudojon. 4 ta mehmon qarab turibdi, "Jo Xudojon, voy, neft ber." Qarasa chalg'itib beryapti. 50 ming so'mni ber. Ma. Yetadimi aroqqa? Yo'qol. Desa, olib. Ko'rdingmi? Ko'pchilikka so'rasang sirazu beradi dedim. Bilasizlarmi? Oldin hamma yerda Lenin haykallari turardi, bilasizlarmi? Hamma shunday qilib, rayon sentrlarida, qishloqlarda, markazlarda hamma yerda Lenin haykallari turardi. Shunday qilib. Nimaga yo'q, bilasizlarmi? Uni Damaschilar olib ketib qo'ygan. To'xtatyapti shekilli deganda. Ertalabdan kechgacha ular bejiq Damas. Soat sahar 4da hali qarg'a ham zaftir qilmasdan, sahar 4da chiqib ketadi mashinasini yurgizib, sahar 4dan 12-1gacha ishlaydi bechora. Sahar 4dan 12-1gacha ishlagan erkak charchaydimi? Charchaydi-da, to'g'rimi? Bu yostiqni kres qilib qo'ygan. Kreska miya machakka to'g'ri tushaman deb yostiqqa qarab. Mana shunday kreska qarab turib yostiqqa tushadi-da, ko'zini yumgani ham erinadi. Shunday uxlayveradi ko'z ochib. Voy. 10 yildan beri ahvol shu. Xotin qalaysan desa, xotini zo'r degisi kelaverar ekan, uxlayverar ekanda. Tepaymi, juvonimay bo'g'irdi debdi. Uxlab yotgan erini olgan. Nima tepyapsan, birovda bo'lasiz. Hay, bir og'iz gapingiz yo'q. Ertalab sahar chiqib ketasiz, kechqurun kelib uxlaysiz. Bir shirin gapingiz yo'qmi, dadasi? Yaxshi yordamga solding, xotin. Chelakka suv qo'y. Qiziganda uyg'otasan, isiganda. Yesarasi xursand bo'pti hali, xotin hali gapirish. Nimasi xursandchilik bo'lsa? Arabskilarga turing dadasi suv isidi desa, sovuq tushib qoldi, radiatorga qo'yib qo'ying dedi. Sulkib tashlab, "To'r o'rningdan, o'tir." 10 yildan beri ahvol shu. Sahar chiqib ketasiz, 4da, 12-1da kelasiz, ishlaysiz, bilaman, bola chaqa. Lekin men ham erim bilan gaplashib o'tirgim keldi. Ana, onor uzum anjir non dasturxon qilib qo'yib parxon taxtaga. Keling, jon dadasi. Ertaga ishga chiqmang, gaplashib o'tiring. Sog'indim men sizni. Keling, birga gaplashib xon taxtaning ustida jon dadasi. Hamma yo'q bor. Gaplashib o'tiraymi? Ha, sen bilan xon. Ating nima seni? G'alati bo'lib ketyapman, xotin, maylimi? 100 gram ichib kelay. Xolodilnikka borib. Boring dadasi desa, xolodilnikka borib. 100 gram ichyapsa xotini, ana 100 gram ichib oladi-da, sal qiyin, erkakda charchaydi, mayli. 100 gram ichib kelib, ozlik qilyapti. Maylimi 100 gram ichib kelaman. Boring dadasi, xolodilnikka borib, yana 100 gram ichyapsa, xotin ana 200 gram. Ana unga gap keladi. Zo'r gaplarni gapiradi, juvonimay bo'g'ir desa, kelib xolodilnikdan kelib, "Ala qon yurdi mana, xotin mana qon yurdi, ko'rdingmi? Ala endi baribir ham kamlik qilyapti. 100 gram ichib kelaman, keyin sen bilan gaplashib o'tiraman." Boring dadasi. Xolodilnikdan borib yana 100 gram ichyapsa, ana 300 gram bo'ldi. Zo'r gaplarni yeb ko'rib qo'ydim.
xaladenlikdan kelibdi-da. Xotin. Siz hammasi ish bu. Hayır sen içmay öl. Haydan ham ruxsat berdim. Uxlavra dedi shuna qilib. Biz o'ziga kelib, xotin biz qo'rqdik. Ha dadajon, nima qilay? Ot bo'l, ot deb, voy o'lmasam, ot bo'lsam nima qilasiz? Ot bo'l. Ot bo'lib tursa, ustiga chiqib, xotin jonmanlar des. Endi to'g'ri xaladenlikka olib borib qo'y dermiz. Shuning uchun iloyim labinglardan kulgu tabassum arimasin hech qachon. Hamisha nima deydi? Masnaqanga kulib, qarsaylar bilan o'tiringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bugun mayli. Obid aka, G'ayratjon Ahmedovga qarsaylaringiz. Assalomu alaykum. Rahmat. G'ayratjon, umringiz uzoq bo'lsin. Endi san'atkor mana hozir ichgan odamlarni juda chiroyli ko'rsatyapti. Buning uchun shu obrazga kirish kerak. İçmegen adam bunaqa o'ynab bera olmaydi ichganlar. O'zi ham rosa otib yuradigan yigit. To'g'risini aytamiz. Yana bir narsani sizlardan iltimos qilaman. Hamma qiziqchiga baravar kulinglar. Palonchini tanimaymiz deb jiddiy o'tirmanglar. Bugun yoshlar ham chiqadi bir ikkita. Ular ham shu sohani davom ettiramiz deb qamishdan bel bo'ylab hozir qaltirab turibdi. Valijonga kulishdi, G'ayratga kulishdi, Obidga kulishdi. Bizlar uncha tanishmaydi, kulmay qolmasin deb ataylab qarindoshlarni olib kelib o'tkazib qo'ygan. Kul berasizlar deb. To'g'risi. Biz san'atkorlar shunaqa bizda, hali bir xil san'atkorlar konsertlarda sezasizlarmi, bir 30 ta, 40 ta gul olib chiqishadi. Bitta artistga. Undan yaxshi artist chiqadi, it ham gul olib chiqmaydi. O'tirganlar zo'r ekan, rosa gul olib chiqyapti. Bitta artist rosa ashula aytibdi, o'zimizni shu Istiqlol saroyida ashula tugagandan keyin bir 50 ta odam gul olib chiqibdi. 50 ta. Mana gul to'lib ketgan. Bu yoqqa chiqib jahl bilan padariga la'nat. So'kmay, nima bo'ldi? Bunaqa bo'lmaydi-da. Aka, shunaqa yaxshi kutib olishdi. 50 ta gul chiqdi sizga. Nima qilibdi? 70 taga pul beruvdim. Qolgani qara. Bir xilla boshqa pul ham berib qo'yadi. Endi sizlarni chi baribir xafa bo'layotgan joyim bor. To'g'risini aytmasam, ichimda qolib ketadi. O'zi tekinga keldinglar. Shoh sindirib bo'lsa ham olib kirmaysizlar, bitta shohnasin. Yo'q, qarang endi. Ana zalga tushasizlar, 300 mingga bilet olasizlar. Artistni yo ko'rasizlar, yo ko'rmaysizlar. Lekin yana 100 mingga gul olib kelasizlar o'sha artistga. U o'lgur yana og'zini ochib yopib turaveradi. Ashula u yoqdan ketadi. Bizni bechora tomog'imizni qirib, terlab, siqilib gapiramiz. Bitta buket gul ham yo'q. Ha? Ona to'g'ri aytdimmi? Shu onam yoqtilamaydi. To'g'ri aytdimmi? Ha, onajon? Sizdan iltimos, mana birinchi qatorda ro'mol o'ragan, chiroyli bo'lib o'tirgan sizsiz. Shuning sizdan iltimos. Butun mashhurda turgan 50 ta artist nomidan sizdan iltimos. Bir aylanib chiqasiz. Yo'q, bizga gul kerak emas, onajon. Pul berishadi hamma. Kassirlik qiling. Men yoningizdagi qizlarga ishonmayman, bular o'zini cho'ntagiga uradi. Siz ro'molni o'ragansiz, sizga ishonch bor. Hassa bilan tem bo'la 2 barobar berishadi. 50-50 ishlaymiz. Yarimi sizniki. Hali bir gadoy bechara o'tirganmishdi, gadoychilik qilib bir ayol kelibdi-da, "Che sizga qiyin-a, gadoylikcha qiyin-a?" Mana bechara bir oyog'i cho'loq ekan gadoyni, "Gadoychilikcha qiyin, voy singlim." O'rnidan turib ketibdi cho'loq. Gadoychilik qiyin atsa, o'rnidan turib yo'qdan bu yoqqa yurayotganmish. Bemalol. Qiyin, rosa qiyin. Cho'loqlik uncha emas, ko'zi ko'rlikcha qiyin. Voy, 3 kun ko'zim ko'r bo'lib turdim. Odamlar nimalar tashamadi, eski bilet. Yirtilgan ko'ydik, dazmol, nima ortiqcha bo'lsa, axlatga tashlaydigan narsasini hammasini menga berib ketishadi. Ko'r bo'lishcha qiyin degan ekan.
Hozir gadoylar sizlardan mendan yaxshi yashaydi, между прочим. Mana shu Toshkentda rosa gadoy ko'p, bilasizlarmi? Bu gadoy ko'pligi yo'qchilikdan emas, bu to'qchilikdan. Ilgari gadoylar o'zbek bo'lmas deysizlarda bo'lsa. Hozir mendan yaxshi kiyinadi, perikroshida turadi. Mana shu Toshkentning hamma chorrahalarini bo'lib olishgan. Endi men qimmat mashina olganman, o'zimcha obitasi olibman endi. Bir qarash bo'lsam ham Mercedesda kelaman. Qizilga to'xtadim. Bir payt 8 ta gadoy. Haqiqiy lo'li uryapti. Obitcha. Obitcha degani tojikchasiga kichkina obit degani. Obitcha, och, derazangni och. Artist Mercedes mingan, buni puli ko'p. Pul ber. Men qo'rqib ketaman, hozir derazani sindirsa, o'lgur deraza palon pul turadi. U Mercedesning derazasi. Ochmayapman. Qizil o'lgur ham yonmaydi-da, ko'kda. Bir payt o'g'lining qo'liga mix beryapti. Mana yoz. Obit ziqna deb yoz. Bir payt boshladi yozishni, oni yozishga ulgurdi. Har tigir ko'k yondi, o'tib ketdim-u. Nariga Svetoforga yetib borsam, gadoy yo'q. Militsiya mashina olib turibdi. Bering aka deydi. Men aytdim, nima bo'ldi? Qizilga o'tdingiz deydi. Siz qatdan bildingiz dedim. Orasi uzoq. Qatdan bilaman deydi. Bilaman, siz qizilga o'tdingiz. Berasiz. Men aytdim, yo'q aka, to'g'ri qizilga o'tdim. Nimaga o'tding deng? Sababi gadoylar qiynavardi. O'shaning uchun qizilga o'tib ketdim. Aka, bizga shoham gadoy ham baravar. Bering. Xo'p, qancha beraman? 50 ming so'm. Aytib, jinnimisiz? Undan ko'ra gadoyga 5 ming bersam qutuladim. Sizga 50 ming beraman. Bering aka, ular ham o'zimizdan, bizning ishxonada ishlaydi. Bering. Bu gadoy ham militsiya ekan. U qochirib berar ekan, buni tutar ekan. Ikkita mushu, biz chiqqan mashinaning ichida. Ko'rasizlarmi? Zamon qanaqa o'zgarib ketdi. Yana bir guruh turibdi, ezvordi. O'z charchamadinglarmi? Yarimiga kelganimiz yo'q hali. Hazil, yotib qolamiz. Bizning qiladigan ishimiz yo'q baribir. Motor ishlayapti, uxlab qolmasanglar bo'ldi. Chiroyli qarsaklar ostida sahnaga qahqaha guruhini chaqiramiz, marhamat yigitlar. Qahqaha guruhi Boltavoy va Teshavoy. Marhamat. Qarsaklar bo'lsin. Obidjon Asomov. Rahmat ustoz. Assalomu alaykum. Xush ko'rdik. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ko'rib turgan ko'zlaringizga ko'z tegmasin. Salomat bo'linglar. Sizlarni ko'rib turganimizdan biz ham xursandmiz. Omon bo'linglar. Biz gap. Assalomu alaykum. Hurmat aziz otaxonlar, onaxonlar, aka-ukalar, opa-singillar. Yana bir bor sizlar bilan mana shunday chiroyli, muhtasham san'at saroyida ko'shtirganimizdan bag'oyat xursandmiz. Boringizga shukr. Rahmat. Spasibo. Juda ham spo dadadan. Yaxshi turadi. Biz ko'pchilik ota bola deb biladi bizani. Ba'zi bir muxlislar hayotda ham bilan ota bola bo'lsa kerak deb o'ylaydi. O'zi haqiqatan shunday. Ko'chaga chiqsam ham ko'pchilik dadang qani deb so'raydi mendan. Mendan ham so'rab qoladi, "Ey Tish aka, Boltaqani o'g'lingiz" deydi. Men aytaman, "Enasini oldida" deyman. Bugun yemaydigan kuni deyman. Dadang qani? To'ymaganda bu. Dadang qani deveradi. Yaqinda bayramda qishloqqa borsam, o'zimning otam dadang qani deydi. Shunchalik bo'lib ketgan. Rahmat. Keyin mendan so'rab qoladiki, "Tish aka" deydi, "Shu siz kattami, Bolta kattami?" deydi. Men aytaman, "Sen kattami, otang kattami?" deyman men. "Ha, otam katta." "A, bo'pti, bizning o'g'ilcha uchrashimiz ham kichkina" deyman. Ikkalamiz ham to'g'risi nayzagul enasi katta deyman. Katta-da. Haqiqatda hamma Bolta Tisha deydi, ota bola bular deydi. Katta rahmat. Borlaringizga shukr. Sizlar muxlislar bor ekan, biz doim xursandmiz. Sizlar bor ekansizlar, bizning xaladeligimiz doim to'la turadi. Rahmat. Sizlar bor ekansizlar, biz ham moshinlik bo'ldik. Sizlar bor ekansizlar, uylik bo'ldik. Rahmat. Yana bitta qarzlaring bor sizlarning. Rahmat. Yana bormi qarz? Yana bitta qarzlaring bor. Xo'p. Ta hovli olib bersanglar rashot bo'ladi ekan. Bitta emas, ikkita. Rahmat. Biz endi ota bola bo'lib sizlarning tomoshalarimizni ko'rgansizlar. Ota bola bugun bir yangilik qilmoqchimiz. Biz umuman boshqa obrazlarda bugun sizlarga bir tomosha ko'rsatmoqchimiz. Mana
dam olish oylari ham boshlanyapti. Kunlar isib, hamma mayovkaga, toqqa, dalaga chiqib ketadigan bo'ladi. Kimdir chet davlatga, misol. Kimdir chet ellarga chiqib ketadi. Dam olishga. Hozir biz shu chet elga dam olishga bormoqchi bo'lgan insonlar to'g'risida bir tomosha ko'rsatmoqchimiz. Bir tur agentligida ro'y bergan qiziq voqeani ko'rsatmoqchimiz. O'zi dam olish deganda bir latifa esimga tushib ketdi. Bir akamiz 15 kun chet elda dam olib uyga kelibdi. Xotinlarini sog'ingan ekan. Xotin, seni sog'inib ketdim. Bitta o'pay, bitta o'pay desa, "Qo'lingizni oling. O'g'ilchangiz uyat bilan." Shoshma, o'g'ilcham o'zim ko'ndiraman, sen ko'nsang bo'ldi. Yaxga debdi o'g'ilchasini. O'g'lim borib, Abshukur akanikidan borib tuz olib kelgin. Sen o'g'ilchasi. Dada, shu tuz olib kelish shu mahallaning narki boshiga Abshukur aka bilan kelib boramanmi? Mana o'zimizni shuna yongina qo'shimiz Ergash aka bilan kelib boray. Sen o'g'lim, Ergash akaning tuzi katta-katta. Bu hech narsaga yaramaydi. Abshukur akaning tuzi mayda, salatga sepib yeymiz. Boring, bitta moshincha bo'ling, bitta moshincha bo'ling. Wan deb chiqib ketdi o'g'lim. O'g'li chiqib ketish bilan akamiz, yangamiz o'paman deb shunday kelatsa, nimadir sabab bo'lib o'g'ilchasi qaytib ketdi. Wan. Dada, tuz ham o'psangiz bo'lar ekan, dada. Dam olishdan kelganda sog'inib. Dam olishdan, turistlar sayr qilib yurgan ekan o'rmonda, ko'pchilik bo'lib bittasi adashib qolibdi. Menga bir latifa kelib qoldi. Adashib qolib yo'l topolmay qolsa, yo oldidan bir sher chiqib qolibdi. Sher boyagi turist quvishni boshlabdi, bu qochishni boshlabdi. Endi jon shirin qocha, ey Xudojonim, qochgan ham Xudo deydi, quvgan ham Xudo deydi. Ey Xudojonim, shu sherni ko'niga mo'min musulmonlikni sog'in, meni yeb qo'ymasin. Ey Xudojonim deb duo qilib ketasan, yugura, sher ham yetib olibdi-yu, orqangi ikki oyog'iga shunday o'tirib, oldi ikki oyog'ini shunday ko'tarib, ey Xudoyim, bergan rizqingga shukr. Allohu akbar deb boyagini hazm qilgan. Shaharda domda bir ayol padezda yig'lab turganmish. Padar ekan. Er bo'lmay, qora yer bo'lgan. Siz qo'shni ayol chiqib qoldi. Ha, qo'shni nega yig'layapsiz? Men shu erimga erga tekkanimga 15 yil bo'ldi. Har shanba bozor baliq oviga ketaman deb chiqib ketadi, kuzatib qo'yadi. Ha, shunga yig'lash kerakmi? Ha, kecha tug'ilgan kunida baliq ushlaydigan qarmoq sovg'a qilsam, menga qarab, "Nima edi bu?" deydi. Bittasi aytdiki, men dunyoda ikkita narsadan qo'rqaman. Nimadan qo'rqasan? Desa, tish doktordan qo'rqaman. Tish doktordan qo'rqaman. Keyin qorong'ilikdan qo'rqaman. Xo'p, tish doktor tushunarli qo'rqishing. Qorong'ilikda nimasidan qo'rqasan? Desa, o'sha qorong'ida tish doktor bo'lishi mumkin-da, deydi. Xullas kalom, tur agentligida ro'y bergan bir qiziq holat. Boshladik. Qarsanglar bilan. Ya, keling. Assalomu alaykum, keling. Xush kelibsiz shahrimizdagi eng zo'r tur agentlik, Turkiya Travel agentligiga. Xushvaqt bo'ling. Xush kelibsiz. Marhamat, o'tiring. Bir dam olishga borsakmi deb keldim. Aha. Biz sizni pulingiz evaziga dunyoni xohlagan joyga jo'natishimiz mumkin. Yo'q-e. Uzoqlarga ham jo'natasizlar? Albatta, uzoqlarga jo'natamiz. Shu paytgacha jo'natgan odamlarimiz birontasi qaytib kelmagan. Nima? Norozi bo'lib qaytib kelmagan demoqchiman. Xo'sh, boshladikmi? Bunaqa hazil qilmang, yuragim silab, yana yiqilib qolmang. Rasmiylashtiramizmi? Boshladik-a? Bo'lmasam, men sizga necha kishi bo'lib borasizlar? Yangam bilan borsangiz kerak. Yo'q, dam olishga bormoqchiman men. O'rmonga ham o'tim bilan boradimi? Hazilgacha gapsiz. Men sizni tushundim. Unda men sizga Tailandni tavsiya qilaman. Tailand. Quyosh, palma daraxti, dengiz, timsohlar. Aytmoqchi, timsohni ko'rganmisiz? Ko'rganman. Qaynonam har zamonda kelib turadi bizga. Ro'paramizda turadi. Hazilgacha gapsiz. Xo'sh. Ko'p. Tailand yozamizmi? Yozing. U yerda panda bormi? Panda. Yo'q, aka, u yerda panda yo'q. Panda yo'qmi? Afsuslamang. Unda men sizga boshqa joy tavsiya qilaman. Mana Permuda. Quyosh, dengiz, palma daraxti, surfing, doska. Sizda doska bormi? Doska? Bor. Uyda divanda o'tirib oladi, joyini hech kimga bermasan, ko'zim ko'radi faqat. Yangamga shama qilyapsiz, hazilgacha gapsiz.
bu surfing degan sport turi bor. O'shanga ishlatiladi bu doska. Faraz qiling, qirg'oq bo'yidasiz, dengiz, quyosh, palma daraxti, tuproqning ustida yugurib ketyapsiz, qirg'oq bo'yida to'lqin kelyapti, to'lqin. Haligi doskani shunday o'tasizda, ustiga shunday sakrab chiqib ketdingiz. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Xo'sh, xo'p. Boramizmi? Boramiz. Yozamiz. Ha, u yerda panda bormi, panda? Sizga panda kerak edi, yo u yerda panda yo'q. Bo'lmasa bu joydan voz kechamiz. O, mana siz bob joy, mana siz bob joy. Goa. 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 Qayerda bu? Bu Hindistonda. Xo'p, Hindiston. Faraz qiling, dengiz, palma daraxti, quyosh, Amitabh Bachchan, Shohrux Xon, Katrina Kaif, Aishwarya Rai, raqslar, xol. Man beri qora, man beri oq, sigirlar bor, sigir. Yolg'on gapirmang. Sigirlar meni hovlimda bor. 20 ta sigirim, bitta ho'kizim bor. O, boy ekansiz. Конечно. Baxtlimisiz? Baxtliman, faqat ho'kizimchalik emas. Aka, men sizni tushundim. Mana sizga karta, xohlagan joyni tanlab shunday barmog'ingizni qo'ying, jo'natmagan nomard. Mana shu joy. Yo. Men sizga bu joyni tavsiya qilmayman. Nimaga? Ya, bu yerda odamxo'rlar, abaragirlar yashaydi. Odam yeydi ular. Qaysi safar jo'natgan odamlarimiz hali kelgan yo'q. Belgilab qo'ying, kerakli joy ekan-ku bu yer. Ha. Kelasi yilga qaynonamni jo'nataman shu yoqqa. Mana bu joy qanday? Bu yer yuzining eng issiq o'lkasi Afrika. Dengiz, palma daraxti, jungli, bananas, ananas, kivi, chivi, $2000. $2000? He, akajon, jon aka, ko'p qoldik. 200 ming so'mga hal qilib bering shu yerda. 200 ming so'mga hozir tashlab ketaman pulni, hozir berib ketaman. 200 ming so'mga borsa bo'ladimi? Bo'ladi. Faqat piyoda borasiz-da. Piyoda uzoqlik qilmaydimi? Bo'ladimi piyoda? Yo, shu 2018-yilda oxirigacha to'g'riga yurasiz. 2019 o'tgandan keyin chapga qilib Dakansa ketaverasiz. Xo'p, panda bormi yurda, panda? Uf! Nimaga kerak panda? Nimaga kerak sizga shu panda? Akajon, birga tug'ilib o'sgan jo'ralarim menga ahmoq pandaga o'xshaysan deydi. Shuni borib bir ko'ray, o'sha menga o'xshaydimi? Men unga o'xshaymanmi? Mana nima uchun kerak panda? Ay, endi tushundim sizni. Qayerdan keldim dedingiz? Upqa qishlog'ida. Aka, hozir shunday ko'chaga chiqasiz, taksini to'xtatasiz, O'pka qishlog'iga olib borib qo'ydingiz. Ne olib borib qo'yadi, O'pka qishlog'idan oldingizdan chiqqan luboy odamdan pandani ko'rsatinglar, shunday uyini ko'rsataveradi. Boramizmi? Boramiz. Xo'sh, ketdikmi? Ketdik. Yuring bo'lmasa. Qani? O'zimni uyimda adirsin deb bordim. Aka! Qarshilaringiz Qahqaha guruhi vakillari. Sog' bo'linglar. Stullarni o'zlari bilan olib kelishgan, o'zlari bilan olib ketishadi. Charchab qolmadinglarmi? Tugatamizmi? Ya yo'qmatda. Davay, yana voy. Nima bo'ldimi? Yana azgina, yana jitcha qoldi. Shu oxirigacha siqib so'kimizni ichishinglar kerak-da. Keyin xotirjam ketasizlar. Yo'q, biz hali bemalol, sizlar charchab qolmagan bo'lsanglar bo'ldi. Sizlar ehtiyotinglarni qilyapmiz, xolos. Biz qiziqchilar shunaqada, o'zi programma qilganmiz, nimani gapiramiz, nimani yozamiz o'ylamaylar. Bular chiqib olib xohlagan gapirayotibdi, yo'q. Buni hammasi mehnat, bu tayyorgarchilik. Bir lo'li yigitni tergovchi tergov qilayotganmish. Grajdanin Mulla Qandib. Siz Captiva mashinani qayerdan oldingiz xo'sh? Siz shu mashinani o'g'irlagansiz.
Akajon, men mehnatimga olganman. Mehnatingizga ola olmaysiz. Siz ko'chada butilka yig'asiz, qanaqa Captiva mashinaga pul yig'asiz? Akajon, meni jinoyatchi desangiz siz bilan gaplashmayman. Xo'p, tushuntiring, Captivani qayerdan oldingiz? Akajon, men rostini aytaman, baxudo. Menda aka bir eski buzilgan Lacetti bo'lar edi. Xo'sh, shu butilka sotdim, butilka yig'dim, ko'chama-ko'cha yurdim. Ana shu pullarni to'plab, Lacetti'ni sotilgan puliga qo'shib, Captivani sotib oldim aka. Xo'p, eski Lacetti'ni qayerdan olgansiz? O'g'irlaganmisiz? Yo'q akajon, yo'q. Menda aka bir eski Matiz mashina bo'lardi aka. Mana shu Matiz mashinani sotib aka, yoniga ko'chama-ko'cha yig'gan butilkalarimni sotib aka, baklashkalarni ham topshirib, metal topshirib, pul qo'shib, shu Lacetti'ni sotib olganman aka. Xo'p, eski Matiz sizga qayerdan kelib qoldi? Demak, Matizni o'g'irlagansiz. Yo'q akajon, men o'g'ri emasman. Menda bir eski Tiko bo'lardi aka. Ana shu Tikoni yoniga butilkalar sotib, baklashkalarni topshirib, metallarni topshirib, shuni puliga aka yoniga qo'shib men Matizni sotib olganman. Xo'p, eski Tiko sizni uyingizga qayerdan keldi? Aka, meni o'g'ri demang. Menda bir eski velosiped bo'lardi aka. Butilkalar yig'ib sotib, baklashkalar yig'ib sotib, shu velosipedni yoniga sotib turib, yoniga haligilarni pulini qo'shib, men Tikoni sotib olganman aka. Xo'p, velosipedni qayerdan olgansiz? Velosipedni o'g'irlaganim uchun aka, men 3 yil o'tirib chiqqanman aka. Bolalarimiz haqida gap bo'ldi. Bolalarimiz shirin. Odatda onalarimiz bilmayman hozir qanaqa urishyapti. Bizani qo'rqitishardi, olabo'ji keladi. Ovqat yemasang olabo'ji keladi. To'polon qilsang militsiyaga berib yuboraman. Hozir militsiyadan hech kim qo'rqmaydi. Hozir bolangizga militsiyaga berib yuboraman deng, ahamiyat ham bermaydi. Bizni bolalarga bizni qo'rqardik, militsiyaga berib yuboraman seni. Haligi bola ovqat yemasa onasi urishar ekan. Agar ovqatingni yemasang, men militsiyaga yetaman. Men yetaman militsiyaga. Har kuni shunaqadir ekan. Bolam, ovqatingni yemasang militsiyaga yetaman, bilib qo'y. Men hozir borib etib kelaman militsiyaga. Endi qo'rqitadi bolam. Men seni militsiyaga yetaman, ovqatingni yemasang. Bola ovqatini yemagan. Ertasiga ko'chaga chiqqanda militsiyaxonaga borib, militsiyalarni topib, "Assalomu alaykum amaki." "Ha, kel bolam, nima bo'ldi?" "Men oyim sizga meni ovqat yemaganimni aytdilarmi?" Siz militsiya ham tushungan. "Ha, oying aytdi, ovqat yemaganing. Nega ovqat yemaysan? Mana oying aytdi kelib, "Men bolam ovqat yemayapti" dedi. "Nega ovqat yemading?" "Oying aytdi." "Aytgan bo'lsalar, men ham aytaman. Militsiya amaki, oyimning pravalari yo'q, lekin mashina qayda yuribdilar." She'riyat bo'lsa baribir o'zgaradi-ya, muxlisning she'riyatga ixlosi boshqachada. Albatta, she'riyatlardan o'qib, bir ikkita she'rlar, hazil she'r ham o'qib beraylik. Bizga endi juda ko'pchilik mualliflar yozadi. Bularning ichida Anvar Obidjon eng ulug'larimizdan biri. Anvar Obidjon haqiqatan zo'r, tagdor, chiroyli yozadilar. Mana yoshlarimiz Anvar Obidjon tillarini tushunmasdan qiynalarmikin deb o'ylayapman. Mana siz tarjima qilib beraverasiz tushunmagan joyini. Yo, to'g'ri. Haqiqatan yoshlar bo'ldi, men tarjima qilaman sizlar uchun o'zbek tilidan o'zbek tiliga. Boshladim. Quloqqa xush yoqar jonon, yiroqlardan tovush qilsang. Uzoqdan ovozing kelsa quloqim kayf qiladi, deyapti. Ikkita qatorni bitta qilib nima qiling? Xo'p. Quloqqa xush yoqar jonon, yiroqlardan tovush qilsang, kelib koshki bu kulbamga meni bir poy kavush qilsang. Uzoqdan ovozing kelsa menga yoqadi. Qaniydi-ku uyimga kelib deyaptilar. Meni bir poy kavush qilsang deyaptilar. Endi sizdan kavush chiqmaydi. Sizdan chiqsa shatak chiqishi mumkin. Ya shatakka bir patak chiqishi mumkin. Kelur ikki suluv nozlari mo'rlag'on yerda, biri g'uncha edi paqqos, biri sal gullag'on yerda. Ikkita keladigan tannos qizni ikki xil gulga o'xshatyapti. Biri g'uncha, ikkinchisi ochilgan demoqchi. Xo'sh. Qo'y bering. Ado qildi xotinsizlik, rizodirman ko'milmoqqa. Vali she'rlar yozib vaqt bor, na o'lmoq, na cho'zilmoqqa. Tunim o'tar ezib yostiq, oqar ikki ko'zimdan yosh, biri anhor, biri bo'su, keling qizlar cho'milmoqqa.
tushundilaringizda pashti tushundilaring. Aytayaptiki, shoir ikkita ko'zdan keladigan yoshni bittasini anhor, bittasini bo'z suvga o'xshatyapti-da, qizlarni cho'milishga taklif qilyapti. Endi hozirgi qizlarni bu anhor, bo'z suvga taklif qilsangiz cho'milishga kelmaydi ham. Shuning uchun bularga normalroq joy, mana biri akvapark, biri piramida. Keling qizlar cho'milmakka desangiz, odam bosib ketadi. Bo'ri boqmoq zararlidir. Voy. Ilon boqmoq zaharlidir. Ayo do'stlar, xotin olmoq alardan ham xatarlidir. Voy. Voy tushundilaring buni, men tarjima qilyapman. Bitta donishmandning bir hazili bor. Ayol haqida. Ayol 20 yoshigacha otasini nerviga o'ynar ekan, 20 yoshdan 40 yoshigacha erini nerviga o'ynar ekan, 40 yoshidan umrini oxirigacha kuyovini nerviga o'ynar ekan. Yana bironta muallifni eslaylik, Murotali O'tamali deganimiz bor. Mushtumchi shoir. Ha, soch yelkada turishlari ham. Men she'r o'qishini o'xshatib beray. Aha. Chayonni zahri dumida, seniki qayerda umida? Umidaniki tilida. Chunki insonning eng shirin joyi ham, eng zaharli joyi ham tili deydi. Ezop monologida bor shu gap. Yana bitta she'r. Payshanbada nima orzu qilsang nimani, yaxshi kutib olay desang jumani, iste'mol qil prostamol unani. Bu vosita erkaklarda sinalgan, zo'rligini xotinlar ham tan olgan. Endi bir jup parodiya. Alisher Fayzdan boshlayman. Ataylab joy soldim bugun, yorimini bilarmikin deb. Ushbu kecha yarim tunda shirin uyqum buzarmikin deb astagina o'zim bordim-o, yuragiga quloq soldim-o. Ishdan charchab kelgan ekanman, alam qildi uxlab qopman-o. Hammaga qudachilik 1000 yilchilik bo'lsin deb niyat qilaman. Quda bilan aka-uka qadrdon bo'lsin deb niyat qilaman. Endi hali sholi kurmaksiz bo'lmaydi. Ba'zi bir qudalar bor, qudasini ko'rolmaydigan g'alamiz qudalar nomidan aytilgan qo'shiq. Qiz uyiga borayotdim anqayib, yo'limdan shu qudam chiqdi baqirayib, uylariga kiray desam enkayib, erkak qudam yotgan ekan do'mpayib. Xushda ko'rsang o'p dedilar qudani, tushda ko'rsang so'k dedilar qudani. Rahmon aytar hurmatin qil qudani, shayton aytar bosib olib ur qudani. Voy seni qoshing qaromi, meni bag'rim yaromi, seni menga tiqishtirgan ammang haromi degan ham. Viloyatlardan Toshkentga odam tashiydigan kirakashlarning qo'shig'i. Ming shukrki kamaymoqda postlarimiz. Endi qayga tuplagaymiz noslarimiz. Tekshir stoplardan charchagandik. Yayrab qoldi haydovchi hamkasblarimiz. Demang yana portalga bu shikoyatdir. Zo'r shopirga kamera ham kifoyatdir. Hozir men sahnaga juda bir ajoyib xonandani chaqirmoqchiman. Bu xonanda mashhurlikka mashhur. Lekin boshqa xonandalardan farqi shundaki, bu xonanda ham keksalarga, ham yoshlarga barobar yoqadi. Kutib olinglar. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Abdurashid Yo'ldoshev. Marhamat.
yo'q qandayin chiday yuragimda cho'g sendagi chiroy boshqalarda yo'q sendagi chiroy boshqalarda yo'q hayolimdasan uyqu bermaysan hayolimdasan uyqu bermaysan sendagi kulgu boshqalarda yo'q sendagi kulgu boshqalarda yo'q qandayin chiday yuragimda cho'g sendagi chiroy boshqalarda yo'q sendagi qomat boshqalarda yo'q hayolimdasan uyqu bermaysan hayolimdasan uyqu bermaysan sendagi kulgu boshqalarda yo'q sendagi kulgu boshqalarda yo'q qandayin chiday yuragimda cho'g sendagi chiroy boshqalarda yo'q menga ko'ngling och go'zal qaldirg'och menga ko'ngling och go'zal qaldirg'och senday sumbul soch boshqalarda yo'q senday sumbul soch boshqalarda yo'q ko'zlarimda yosh buncha bag'ring tosh senday qalam qosh boshqalarda yo'q senday qalam qosh boshqalarda yo'q hayolimdasan uyqu bermaysan hayolimdasan uyqu bermaysan sendagi kulgu boshqalarda yo'q sendagi kulgu boshqalarda yo'q unutma erkam dunyodir bir kam unutma erkam dunyodir bir kam mendagi ishq ham boshqalarda yo'q boshqalarda yo'q mendagi ishq ham boshqalarda yo'q boshqalarda yo'q Abdurashid Yo'ldoshev. Sog' bo'lgin, umringiz uzoq bo'lsin. Hali boshida bir gap aytdim, kulgini hamma har xil qabul qiladi. Gohida bir kichkinagina latifani bemalol tushunamiz, gohida bir uzun latifani ham tushunishga qiynalamiz. Latifa ham ko'p. Urush bo'lgan, Ulug' Vatan urushi, butun dunyo urushi deymiz, Ikkinchi jahon urushi, albatta shu urushda o'zbek millati vakillari ham qatnashgan, juda ko'pchiligi urushdan qaytib kelmagan. Lekin bilasizlarmi, kulgini xususiyati shunaqaki, o'sha urush, janjal, to'polon paytida ham ertalabdan kechgacha urushishmagan. Ular ham inson bo'lgan. Masalan, nima deydi? Ora-chora hazil ham bo'lgan, kulgi ham bo'lgan. Lekin to'g'ri vatanni himoya qilib shular jang qilishgan, qon to'kishgan. Men o'sha paytdan qolgan bitta latifani xotira kuni bo'lgani uchun aytib bermoqchiman. Bu eski latifa-yu, hozirgi bolalarimiz ko'pi bilmaydi u paytdagi voqealarni. Biz kinolarda ko'rganmiz, urush ko'rmaganmiz. Iloyim hech qachon urush bo'lmasin. Lekin o'sha palakat Gitler urush boshlab, o'sha paytdagi sobiq ittifoqqa hujum qilganda, o'sha hamma millatlar qatori o'zbek millatining vakillari ham jangga kirishgan. Bu jiddiy gap. Endi hazil joyiga o'taman. Biz
esinglarda bo'lsa agar bahorning 17 lahzasi degan kino bo'lardi. Ruschasiga 17 mgновений весны. Shtirlits. Razvedkachi Shtirlits Gitlerni o'sha butun yonlardagilar bilan gaplashib, shu urushda juda katta hissa qo'shgan deb o'ylaymiz. Bu o'zi kino. Shtirlits hayotda bo'lmagan, u to'qilgan shaxs. Unaqa inson bo'lmagan. Boshqa razvedkachilar bo'lgan, lekin Shtirlits o'zi bo'lmagan. Endi tasavvur qiling. O'sha kino ketyapti. Bahorning 17 lahzasi Shtirlits. Shtirlitsni yoniga yordam uchun o'zbek razvedkachisi Abdurayimni jo'natishibdi. U ham boribdi Berlinga. Endi Shtirlits chaqiribdi Abdurayim deb deydi suvda. Bu yoqqa kel. Xullas, men senga hozir hammani sekin-sekin tanishtiraman. Hozir biz pastga tushamiz podvolga. Gitler, Ablah va uning yordamchilari pastda bunkerda yashaydi. Shu bunkerga hozir ikkalamiz sekin tushamiz. Faqat to'pingni yechib qo'y. To'pi bilan tushmaydi o'tga. Sal bilib qolishadi. Xullas, men senga hammani sekin-sekin tanishtiraman. Biz razvedkachimiz. O'zimizni sotishimiz kerak emas. Pastga tushibdi podvoldan. Gitler yordamchilari bilan ovqat yeyapti peshin paytda. Shtirlits tanishtirayotganmish. Menga qara. Mana o to'g'rida chochimda qilingan qo'ng'iz bo'ylovli ozg'in, ko'zi chaqchagan bor-u. Hamma urushni boshlagan ablah shu. Mana shu Gitler palakat. Mana shuni yo'q qilishimiz kerak. Boshchisi shu, fashistlarning kattasi. Ana uning yonida kichkinagina chichqonga o'xshagan. Uni ham ko'zlari chaqchagan. Sezyapsanmi? Ana u Goebbels. Bu ham yomon odam. Uni ham yo'q qilishimiz kerak. Uning yonida baland bo'yli uzun turibdi. Ko'rdingmi? Ovqat yeyapti. Ana buni oti Ribbentrop. Bu ham yomon odam. Shu Ribbentropni ham yo'q qilishimiz kerak. Endi bu yoq tarafga o'tamiz. Mana Gitlerning yonida semiz baquvvat inson o'tiribdi. General bu. Eng katta yordamchi Gitlerga shu. Buni oti Borman. Aka, nima dedingiz? Borman. O'zbekmi aka? Qanaqa o'zbek? Borman. Yo, o'zbekcha yo'qdi. Borman, yo'qman, borman, o'zbek. O'zbek emas, bu yerda o'zbek nima qiladi, Jinroqmisan, buni neymiz? To'xtab turing. Borman aka. Borman aka. Borman eshityapti, lekin ahamiyat bermayapti. Ovqatini yeb bo'lib, lavlarini artib, o'rnidan turib, yo'lakka chiqib, yurib ketyapti. Gurs, gurs, gurs. Shtirlits bilan bizni o'zbek Abdurayim yonma-yon turishibdi. Abdurayim aka nuqul baqiramish. Borman aka. Baqirma, bilib qola. Jimtiray, Shtirlits aka. Borman aka. Shunaqa bo'ldimi endi? Odam tanimaslikmi endi, Borman aka? Borman. Vijdon bormi? Borman. O'chir ovozing. Jimtiray. Borman. Bir payt ketayotgan Borman birdan o'girilib Shtirlits bilan Abdurayim akaga qarab, menga qara nomard. O'zi Andijonda jonimga tegudlaring. Shu ham topoldaring degan ekan. Rahmat. Hamma narsani boshi bo'lgandan keyin oxiri ham bo'lish kerak. Bugungi ajoyib ko'rsatuvimiz, kulish shart ko'rsatuvi nihoyasiga yetib qoldi. Men o'zim nomimdan bugun mana shu sahnada sizlar uchun xizmat qilgan barcha qiziqchilar, san'atkorlar nomidan faqat rahmat demoqchiman. Nafaqat sizlarga, balki bizni televizor orqali tomosha qilayotgan muxlislarimizga ham rahmat. Yuzinglardan kulgu, tabassum arimasin. Milliy kanaldan uzoqqa ketmanglar. Ko'rsatuvimizning nomi Kulish shart. Sog' bo'linglar. Rahmat.